Mana bu dvor fayzliligini ko'ryapsizlarmi? Yunusobod 14-kvartal orientir Samara to'yxonasining orqasidagi ko'chalar bo'ladi. 5 etажli domimizning 4-etajidan maydoni 108 kvadrat bo'lgan 5 xonali kvartiramizni sotuvga qo'yilgan. Xohlasanglar, agar shahar ichida uchastkalar bo'lsa, plus-minus qilib barterni ham gaplashamiz deyishyapti. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman, narxini videoning oxirida aytaman. Xo'sh, uyimizga kirib keladigan bo'lsak, mana shunaqa uzun koridor, xoll bilan boshlanadi. Chap qo'lda birinchi xonamizda zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Udvoyniy razmerda mana shu xona ikkita xona hisobiga yuradi. Plus balkonni ham ko'rishimiz mumkin. 2 ga 6 razmerda. O'z balkon undan ham kattaroq, kuxnaga ham ozgina joy tashlangan bo'ladi. Va dalsh keladigan bo'lsak, o'ng tarafda yotoqxonani ko'ramiz. Birinchisi bolalar yotoqxonasi joylashgan. Va dalsh yuradigan bo'lsak, o'rtada ikkinchi bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Ko'p mebellarni tashlab ketamiz deyishyapti, kelishinglar bog'liq. Bu yoqda uchinchisi kattalar yotoqxonasi va dalsh yuramiz, o'rtada hojatxona, yonida vannani ko'rishimiz mumkin, kattagina razmerda. Endi kuxnaga keladigan bo'lsak, kuxnamiz ham ikki qismga bo'lingan, ovqatlanadigan joy va bu yoq tarafda kuxna mebel texnikani ko'rsak bo'ladi. Ko'rib turganlaridek planirovkasi juda ham zo'r. Mebel texnikalarni tashlab ketamiz deyishyapti. Atrofda maktab, bog'cha, hamma narsa bor. Uyimizning narxini 103 ming dollar deyishgan. Kelishiladigan joyi bor. Pastda egalarining nomeri.